Assalamualaikum ikrarlık izləyicilər, kəşfiyyatlar xeyirli olsun. Mən Adil Uyğur. Uyğur Tədqiqat İnstitutundan həmənlərə səmimi salam yollayıram. Biz bugün Uyğur Sotsiologiyasındakı hükmü üstüdə analiz yapmaqçı. Bu analizni edib görüşün əlbəttə bizimki qiymətli mehmanlarımız oldu. Bunlar olsa Amerika Xalqara Dini İşlər Komiteti komissari Nuri Türkel Efendi bilen institutumuz müdiri şundaqla Diplomat Söhbət Fakültesi Tarih Muhafızı Erkin Ekrem Efendim. Çıkınlar, hoş geldinler. Hoş bulduk, rahmet. Aziz görmənlər, həmənlərə məlum olğandək 2021-ci il 9 dekabr günü Şərq Türkistanlıqlar cümlədən Uyğur xalqı üçün ait tarix əhəmiyyətli bir gün oldu. Bu tur sentyabr ayında başlayan Angliyanın paytaxtı Londonda başlayan Uyğur Sotsiologiyasının xidməti muvaffəqiyyətli axırlaşıb bu yıl 9 dekabr günü Xitay'daki Şərq Türkistan cümlədən Uyğurlar üstündə elib durarkən bastırış qılmışlarınki irqi qırğınçılıq və insaniyetə qarşı qılmış deb jakarıldı. Bu əlbəttə bizim mühacirətdəki Uyğurlarını intihani sündürdü. Biz bugünkü programımızda bu sotun çıxan hükümdənki qanuni cəhətdəki qiyməti, dava nöqtəsinin qiyməti, əhəmiyyəti, rolu, şundaqla bunundan keyin təşkilatlarınki xalqara qanun və üzü turuşluq dövlətdəki qanunlardan qandaq faydalanış lazımlığı haqqında muvaffəqiyyətləşdirişimiz. Allah Nuri Türk efendim sizden başlasak, bu sot sizce muvaffaqiyatli axırlaşdı mı? Aldı bilen bugünkü bu söhbətki təklif qılmaq üçün köp rəhmət etdim. Gerçi mən Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komitəsinin müavir rəisi olsam, bugünkü bu söhbətə şəxsi namım bilen daxil olmatman. Şunu açıq dedim, aydınlaşdırıb. Çünki bir yerde bazı göz qaraşdırım Amerika hökumətinin bəzi siyasətlərə nisbətən toğru bulmağayalan göz işini özü çəkilişi mümkün. Şunun üçün bugünkü bu söhbətə şəxsi namımda qatnaşıyorum. Birinciden bu yakında tamamlanan Uyğur Sotsiologiyasındaki tarixi, ictimai və qanun cəhətdəki əhəmiyyəti nəhayət zor deyə görürəm. İkinciden bu siyaset düzüş orqanlarına, hökumətlərə hem de bundan keyin bahana gözçi az olduğan bir bu qanun siyasi cəhətdəki, diplomatik cəhətdəki bir ul silindi deyə görürəm. Yani üçüncüden tuncu qitim Uyğur şu bivasitə vasitəlik qurban beriyotgan Uyğur vətəndaşlarının tuncu qitim canlıq program, canlıq dünyaga özününki keçirmişi, aile tağabatlarının keçirmişi ve kündü duş kelayotgan ruhi cəhətdəki azap oqubətlərini keçirmişini anlaş fürsəti bolğan üçün bunu bir yenilik deyə görüb, bundan keyin muşundaq işlərə yol açıldı deyə görürəm. Hem de birinci noktasına gelsek bu sot məhkəməsi gerçi bir hökumətə ya ki bir sot məhkəməsi bağlantısı bulmayan bir sot məhkəməsi olsa mı bu sotdan çıxarğan yekününki qanun cəhətdəki əhəmiyyəti nəhayət çoğ. Bundaq bo'lishda iki səbəb var. Birinciden bu sotның yetekçisi bolğan Jeffrey Nice öz vaqtida bu mülasiv işni sotqa taqqan sotsiologiyadagi sotçularning biri. İkinciden bu paketlar asasida qonuniy yekin chiqarish sot tarafidan shaxsiy bo'landı yoki boshqa turli bo'landı tunji qitim hisoblanadi. Yani bu sotdan çıkargan yekunga qaraydigan bo'lsak, bu sot mahkemesininki çıkargan yekuni haqidagi judgment neçə vaxtdan beri insan hakları təşkilatları, mesela insan hakları küzetiş təşkilatı deyimiz, Amnesty International deyimiz, ondan keyin bu New Lines degan bu think tankning chiqargan reporti, ondan keyin Amerikanın özü chiqargan 7 hökumət və parlamentlarning çıkargan siyasi yekuniga qonuniy jihatdan ta'bir berib, bu talash tortishlarninki davom qilayotgan bu genocide hesaplanmamdı deb bulupmu şu tədqiqatçılar arasında ve Xitaylarga bazı ülkenin bir yerlerde yumuşaq o'rni bor shaxslarninki diqqatni boshqa yoqqa burash yoki bo'lmasa o'zininki şu özününki kəsbi sahəsidəki ordunu yüksəldiriş üçün bəzi tədqiqatçılar olub, şu Washington'dakı think tankdəki tədqiqatçılar bunu suistimal qılıb, şundaq özünün mənfəətinə xidmət qıldırıb atqan əhval var. Yəni, şuna oxşar yekun arqılıq
bunun qandaqdır ilmiy tədqiqat əsasında yoki siyosiy maqsadlar bilan chiqarilgan qaror bo'lmasdan qo'ldagi dalillar, shaxslarning guvohliklari, mutaxassislarning ro'shan bo'lmagan, murakkab bo'lgan masalalarni tushuntirish asosida chiqarilgani uchun buningki qonun jihatdagi ahamiyati nihoyatda cho'ng bo'ladi. Ikkinchidan, endi ijtimoiy jihatdagi nimasiga qaraydigan bo'lsak, bu ijtimoiy taratqularda bu Amerika hukumati, masalan Pompeo chiqadi, undan keyin Blinken uni muayyanlashtirdi degan, hatto Amerikaning shu ichki qatlamdimi, ijtimoiy jamiyatlardimi har turli hukumatga qarshi bo'lgan, hukumatga bo'lgan norozilik yoki ko'z qarashlarini o'sha Uyg'ur qirg'inchiligiga ta'bir berish masalasini siyosiylashtirib, diqqat chechadigan ahvol texicha davom qilayotgan ahvol bor. Bu balkim boshqa davlatlardan bo'lishi mumkin. Endi uchinchidan endi bu yani eng halqılık yeni kanunca halkara kanun ölçüm boyunca şu çıkarılgan yekün eğer birer devlet yoki birer sot mahkemesi bu Uygurlarning beşik kelgan bu qirg'inchilik masalasi 5 yilda davom qilayotgan shunday bir mezgilda rahbarlik yo'lini, ya'ni o'zininki shu kelishimga imzo qo'ygan kelishim majburiyatini icra qila olgan bo'lsa, bundaq sot mahkamasining bir hech qanday bir ahamiyati yoki hojati bo'lmagan bo'ladi. Bu yerda 152 davlat bor. Shu Genocide Convention'ga imzo qo'ygan. Bu 152 davlatningki birinchi qildigan ishi, birinchi moddasiga asosan genocide'ni ko'rgan aman uni to'xtatish kerakdi. Yani uni genocide deb atab, undan keyin to'xtatish, undan keyin jazo berish majburiyati bor. Ko'pincha vaqtida ikkinchi moddasiga nihoyat e'tibor berilib, bu genocidemi emasmi degan. Bu hukumatlarning orasidagi o'ziniki hukumatlarning shu 152 state party deymiz inglizchada, mushlarning imzo qo'ygan o'ziniki kelishim majburiyatini ijro qilmayotgan ahvol bor. Şu anda bu jihatdanmi bu sotning yakuni qolgan 145 dan ortiq davlatlarning mush majburiyatini ado qilishga undaydigan bundaq treaty obligation, kelishim majburiyatini namoyon qiladi. Endi oxirida yana bir ta'kidlaydigan narsa, bu nima uchun bu sotga hukumatlar nihoyat qizg'in pozitsiya tutmaydi? Nimishqa hukumatlar bu sotning yakunida maxsus Amerika, Angliya, Yaponiyadan dalil talab qilganiga inkos chiqmaganligini qayd qiladi. Nimishqa bu hukumatlar buning ifoda bildirmaydi, nimishqa hukumatlar buningga dalillar bilan ta'minlamaydi degan savollar tug'ilishi mumkin. Dalillar ta'minlamaslikning sababi bu hukumatlar dalil ta'minlasa, o'zining o'z vaqtida chiqargan yakunidan yekunning siyosiy bo'lib ketganligini ma'lum jihatda namoyon qilib qo'ygandan boshqa bu o'zininki majburiyatini ado qilmaganini ko'rsatib qoladi. Masalan, Angliya deyli, hozirgacha hukumat tarafidan buni bir genocide deb e'tirof qilmadi. Shu sot ichilgan davlat. Hozirgacha bu parlamentdan ifoda bildirgandan hukumatdan bir narsa yo'q. Bu dunyodagi istixborot organlarining qo'lida nurg'un ma'lumotlar bor deb qayd qilinadi. Ama bular bunu işletse özünki şu bunun inkos qaytırış mecburiyeti borligini bilgini uchun devletlerde bu qo'lidagi dalillarni paylashish, dalillar asosida buningga yakun chiqarish, dalillar asosida o'zinki kelishim majburiyatini ado qilib, buni genocide deb atab bo'lgandan keyin buningga tadbir qo'llanib to'xtatib bo'lgandan keyin bu qilmishni bu davom qilayotgan bu qirg'inchilikninki bayroqdori, ijroiyatchisi va chertojini sızgan shaxslarni sotga tortish masalasida bularda orqaga chekinish, mas'uliyatdan qachish tuyg'usi bor. Yani bu ko'rilib turadi. Bu ko'pincha shaxs, bu kuzatuvchilar, bu Uyg'ur faoliyatchilar, har turli insonlar doim so'raydi. Nimishqa boshqalar gap qilmayotganning sababi mas'uliyatdan qachish. 152 davlat bor. Amerika'nın qo'shganda 7 davlat buning pozitsiya bildirdi. Qolganlar mas'uliyatdan qechyapti. Shu bu sotning natijasini ko'rgandan keyin bundan keyin Uyg'urlarga umid, siyosiy qonun tuzilish organlariga buni tekshirishga Turkiya, hukumatlarga siyosat tuzib, eng boshda o'zininki
kelishim mecburiyetini icra qilish, undan keyin tadbir qo'llanib, bu davom qilayotgan qirg'inchilikni to'xtatish va tegishlik javobgarlikqa tortish mas'uliyati bor. Erkumalim sizden bir soruş doğru geldi. Biz de sotun hüküm çıkkandık hakikaten hoşal olduk. Köpünçimiz tarihi kıymet var dedik. Lakin bunun sotun hüküm çıkkandık ne şekilde oldu? Tarihi kıymet var dedik zaten bir kandak geldi. Yani bunun birincisi şu tarihte hiç bakmagan ahvalını tarihi deyimiz. Bunundan keyin tarihninki yönünüşünü özgerteylaydi deganini tarihi deyimiz. Şununla bu sotninki kararı aşına bir tarihi ahmiyeti var. Yani burun Şarkı Türkistan'da yaşanan bu zulümlerini tabirini ve iniqlaşını hazırgıca bir kanuni bir maddege ya ki kanun bir kararıga bağlap kılamagan hem. Gerçi bazı devletler siyasyonlar diyen bolsun bunu. Ama mundaq bir müstakil bir sotning şu zulümni muşuna tabir qilishi o birinci ketim. Hem de bu Şarkı Türkistanlıklar için bundan keyinki yönünüşünü belgileydi hem de. Abey Nuri Efendi amcımınca düşündürdü, ben azrak bir koşumcu dep ötey. Hem de birinci kıldığan iş hem de hazır Nuri Efendi'nin diyen şu 48. yıldaki genosidninki kelişimninki 3. maddesiga tayinib turib hem de xalqaro jinoyat sud yoki xalqaro adolat divoni deydigan mushunday sudlarga murojaat qildiganga yo'l ichildi deyildi. Gerçi Xitoyni sudga epirish unday oson emas. To'g'ri, cho'ng bir davlat. Bo'libmi Xitoy abaqa degan genosid kelishimning 9. maddiga imzo qilgan. 9. maddiga diqqat qilsak, shu sudga bağmaslıknınki bir nimside, qazının astida deydi. Şununla imza atmagan. Şununla biraz kıyım buldu. Ama şundaq bolsama xalqaro jinoyat sudunda yoki aşının o'xshaydigan sudlarda sudlanışı Xitoyni bir günahkar haliga aytilishi deyilgan. Yani birisi şu abey Nuri Efendi'nin dedi siyasyonlarni mecburiyallaydigan bir haliga keldi. Bu mayli parlamentoda bo'lsin, mayli devletde ishlayotgan siyasyonlar bo'lsin. Bularni endi mana bir karar çıktı. Endi bunun genosid bo'lganligini, irqiy qirg'inchilik bo'lganligini danglamdi deydiganga buludu. Bulupmu? Nurgun devletlerde bizdeki teşkilatlar var. Bu teşkilatlar şu yaşayotgan devletdeki siyasi ahvalga qarab muşunu aşlağa, muşu kararını aşlağa tamamlaydigan haliga ekiladi. Şununla bu yönünüşüme müşta başlaydı. Bulupmu Nuri Efendim dep ötep gitti, halkımızga bir ümit verdi. Yani bu zulümni ko'rayvermizmi, bu zulümni to'xtatilgan yo'qmi, xalqaro bunun qarab turamdi degan bir o'yg'ima yoki ashuna bir orzusig'ima bir javob bo'ldi. Ondan keyin Xitoyga qarshi bunday bir jinoyatni qildi degan bir tamg'ini urishi shundaqla xalqimizning bir o'ziga bo'lgan bir ishonchimi kuchlangan bo'ldi bunda deganda. Shunga har jihatdan deganda, ya'ni Sharq Turkistonliklar uchun bu tarixiy bir qarordir. Nuri Efendim, bu sotdan qanday o'tirib chiqqanligini, davomlashishini, xizmat shaklini, qurilmasini, sotning qarorini, hammasini boshdan yaxshi bilasiz. Bir qonun xodimi bo'lishingizdan, bu sotniki mandaqaq bir tarafi bo'lgan bo'lsa, texim yaxshi bo'ladi degan bir tushunchangiz paydo bo'ldimi yoki undaq bir narsa his qilmadingizmi? Birinchidan bu sotniki hozir aytib adolatsizlik tarafini olgan bir tanqidga duch kelyotidi. Bo'libmi shu Dunyo qurultayiniki tashabbus asosida qurilgan sot mahkamasi bo'lgani uchun. Bunu ben to'g'ri ish deb ko'raman, chunki qurultay bir Uyg'urlarning vakillik organi bo'lish bilan mushundaq tashabbusda bo'lishi aqlona ish ham to'g'ri ish. Chunki tarixni qaraydigan bo'lsak, masalan bu bek oddiy bir hukm. Yahudlar
Nuremberg trialini qurishni tashabbus qilgan o'z vaqtida. Shu Ikkinchi dunyo urushidan keyin. Uni boshqa birisi tashabbus qilib bermagan. Endi Uyg'urlarning o'zining beshik kelayotgan Uyg'ur qirg'inchiligiga bunaqa bir sot kollegiyasining hukumatlar buning tadbir qo'llanmagan ekan. Xalqaro sot mahkamalari bir tadbir qo'llanolmagan ekan. United BDD'dan ayrım bir sot kollegiyasi qurmagan uchun buni faqat Uyg'urlarning bu aldıda bayraktar bo'layotgan Uyg'ur dunyo urug' qurultiyining tashabbus qilib o'tirg'i chiqishi nihoyatda bir yaxshi ish deb ko'raman. Endi ikkinchidan bu moliya jihatdagi narsanimi bu qurultayninki pul yig'ishdan bo'ldi degan shundoq nimalar bor. Agar undaq bo'lmay bir shaxsiylarninki nomsiz ya nom bilan shu sot kollegiyasining zalini kira qildigan, ondan keyin bu uskunlarninki haqqini to'laydigan, ondan keyin shohidlarninki yo'l xarajini to'laydigan shundoq bir ishlar qurultayga qolmay boshqa turlik yoki shaxsiylarning nomsiz nomliq yo'li bilan hal bo'lgan bo'lsa, bu Xitoylarning hozirgidek shundoq bu sotni burg'ulab, ba'zida Uyg'urlarning bu sotning mahkamaninki qanchalik muhimligini ojizlashtirib, xunuklaştirishga biroz az fursat bo'lgan bo'ladi deb ko'raman. Endi yana bir jihat texim yaxshi bo'lsa bo'ladi degan narsam endi taraf o'sha hukumatlar qo'lidagi dalillarni o'rtoqlashgan bo'lsa degan mening shaxsiy bir advokat bo'lishim bilan meningki shu vaqtdagi orzuyim shu edi. Hatto tashabbus qilgan hukumatlar bu qo'lidagi dalillardan. Men ishonaman, shu g'arb ellarining qo'lida nurg'un dalillar bor. Hatto Turkiya hukumatining qo'lida nurg'un dalillar bo'lishi mumkin. Endi bular bu hukumatlar mening o'zimning hukumatini tortib, qo'lingda shunday dalillar turib, buningga necha vaqtdan beri nima ish harakat qilmading deb savol qo'yishning oldini olgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Dalillar bilan ta'minlamadi. Bu sotninki qarorida maxsus 3 davlatni og'ziga olgan Amerika, Angliya, Yapon. Agar Angliya bilan Amerika bek Xitoylarning geopolitikal bir nozik masalasi deb qaralgan bo'lsa, Yapon hukumati bu sotqa qo'lidagi istixborotni yoki ma'lumotlarni dalillarni ta'minlagan bo'lsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Endi yana birisi bu sot mahkamasiga birla Jeffrey Nice emas, boshqa shu xalqaro sot kollegiyalarida xizmat qilgan, texmo shu Sir Jeffrey Nice o'xshash xalqaro inson haqlari, xalqaro jinoiy ishlarning mutaxassislikda ko'z ko'ringan yana nurg'un odamlar bor, nurg'un advokatlar bor. Endi ularning ovozi chiqmadi. Bu xalqaro jinoiy ishlar sot mahkamasining sobiq sotchilari bor. Ondan keyin shu sohada xalqaro jinoiy ishlar qonuni deb ayrim bir qonun sistemasi bor. Masalan, men xalqaro jinoiy ishlar qonuni mutaxassis emas. Meningki bu 17-18 yil boshqa qilayotgan ishimda bu mazmun o'z ichiga olmaydi. Advokatlarning hammasining o'zininki bu mutaxassis bo'lgan bir xizmat doirasi bo'ladi. Shular ko'proq ovoz qo'shgan bo'lsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Yig'ib bitgan chog'da dalillar texmo yetarli bo'lgan bo'lsa, moliya jihatdan shaxsiylar iyona qilib texmi kuchlik moliya asosini shakllantirgan bo'lsa, undan keyin eng muhimi boshqa shu huquqchilar, qonunchilarmi, xalqaro jinoiy ishlar qonunining mutaxassislari hamkorlashgan bo'lsa, bu bir Jeffrey Nice'ning ustiga otilib qolmagan va Xitoyning tanqid nishoni bo'lib qolmagan bo'ladi deb o'ylayman. Erkin Malim, siz hammamizga tonish bo'lgandek 2001-yili bir Sharq Turkiston davosining strategik plan tuzib chiqardingiz. Ve izli bunu taklif qilasiz. Hatta ba'zi narsalarni mushu strategik plan bo'yicha menvat deb bilmayman. Siz ikkinchi bosqichda davoyani chuqur qonun asosiga ega bo'lish kerak dedingiz. Men o'ylayman, ma'lum darajada o'sma qonun asosiga ega bo'ldi. Buni texmi bir to'liq qonun asosiga ega qilish uchun biz bundan keyin qanday qilishimiz kerak? To'g'ri, bu birinchi bosqichda hamda shu davoni xalqarovilashtirish hamda xalqaro qilgan eng chong ishning birisi. 2018 aydan keyin xalqarovilashishga boshlaganligi hamda ikkinchi bosqich bo'ldi. Ikkinchi bosqichda o'tish bir chetdan birinchi bosqichdagi shu qutuqliqlarni qonun yo'llari bilan qo'g'dab qilish.
Bo'lmasa vaziyat o'tib ketsa, u qozonganlarni yo'qolib ketishi mumkin. İkincisi hem de Xitoyning Sharq Turkistonda ilib borgan bütün mushu zulm siyosati hammasi mushu qonun bilan chetishidi. Mayli Amerikada chiqargan bu Uyg'ur inson haqlari qonuni bo'lsin va chiqargan mushu Sharq Turkiston ishlab chiqargan mallarga qarshi tadbir ilish va ma'ni qilish degan. Bu hamda bizning mamlakatda Xitoyning bismi bilan ilib borgan bu hashar tüzümü var. Bu 21. asırdaki kulluk sistemi. Bu mu yani halkara kanunlara çetiştiren? Şark Türkistan bu ilip bağlan bu zulümle hazırmak London'daki sotular birlikte onu inikladı. Onundaki hem de ırkı kırgıncılık bir siyaseti değil mi? Hem de bu mu şu kanun bile münasebetlik. Misalga diyelim Şark Türkistan bir işgal rayonu. Şundakla müstemlike bir rayon ve elip bağlan siyasetimi aşında bir siyaset. Bu mu halkıradaki kanunlarla çetişidir? Misal 1960'da halkırada çıkaran 1514 numurluk bir kanun var. Yani müstemlike astıdaki halkın azat kılış ve müstemlike rayonuna kayıt biriş. Biz eğer de şu halkırada işgal rayonu ve şundakla müstemlike bir rayon degenini ilmi yolu böyle onu oturup koyarsak onu mu halkara kanunga maslaştırıp onu mu bir kanun yolu bile Xitoyga bizim işletkilik olur. Hem de ikinci basqıçının ki ahirki nişanı hem de Şark Türkistan rayonunu halkara güçler tarafından himaye astığı iliniş. Bu kıyım bir nişan doğru ama bununki misalları var. Birinci İkinci Dünya Uruşı vaxtıda nurgun rayonlar, aslında çoğun devletlerinin ki ya ki bir devletinin ya ki devletlerinin himaye astığı ilingan ta ki ular müstakil boğuca ularını himaye kılgan. Onundan ki bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki esası en çoğun 6 organ var. Bizim bildiğimiz meclis birlikte, asambleler birlikte. Birisi şu himaye astığı iliş komitesi var. Mesela o pek işlemeyde biz Uygur'un meselesi bile onu hareketli sağsak oldurmuyor. Şunun okşayış hem de siyasi, diplomasi ve şundakla bizimki medeniyetimizin, özümüzün kandak insan boğanlarını tunuşturuşuyla birlikte şu kanun, şu ikinci basmışta kanun yolu en mühim bir yoldur. Yani bununla kazanılan tutuklar tekimi kök buludu. Kanun madde bile kovdan kaçta bu tekimi mukum bukkalıdı. Oturup çıkıp yokap gitmeydi. Nuri efendim siz biraz burun dep öttünüz. Erkin muallim teklif etti. Uyghur sotsiologiyası karakterce müstakil bir organ. Ona hiç qandaq bir cazalaş gücü yok deb aşındaq bilimiz. Muşu sotdan chiqqan qara orqali qanday qilsak xalqarалық sot organlarga o'xshash ashundaq bir jazolash kuchiga qila olamiz. Bunun birden bir iki türlük usulü oldu. Neymiş ki bu ben bunu bundaq tushundiray. 2018'in 11. ayda bu BDT'nin içinde pek nam oturup çıkmayan bir küçük komitet var. Şu irqiy ayrımçılık karşı duruş komiteti degan. Şu komitetinki reisi Amerika vekili. Şu yerda bu Uygurlarga kanunun sırtida müşundaq bir kamplar kuruldu. Milyon adamni solib oldi degan bir bayonoti bilan bütün dünya jamoatchiligi BDT buningga pozitsiya tutdi deb buni hozirgacha shundoq deb kelyotdi. Şuna hem de xalqarалық müşundaq yoki organ xarakterda yoki tarafsiz xarakterdagi müşundaq xalqarалық imtiyozi var bir organning bir mavqeni bir maydon o'ttirib qo'yishi yoki bir nuqtani boshqalarning oldida ko'p talil bo'layotgan pozitsiya ishlanayotgan masalalarda müşundaq bir o'ttirib chiqsa bu buningki longevity davom qilish nimasi nihoyatda kuchli bo'ladi. Bundan keyin bu genocide mu emas mu degan savol qo'yilgan vaqtida
bu Sir Jeffrey Nice'ninki yetekçilikideki Uyghur sot kollegisi buni genocide, insoniyatga qarshi jinoyat deb yakun chiqargan deb bu qayd qilindi, naql keltirildi. Bundaq naql keltirish falonchi hukumat, po'qinchi hukumat degandan ma'lum darajada kuchli bo'ladi. Chunki bu qaror qandaq shaklda, kim tarafidan, nim asosi chiqarilgan degan narsani ko'rilgani uchun. Endi boshqa organlarga o'xshash yo mish-mish gap bo'lmadi yoki bo'lmasa umiki bumiki degan talash tortish shakllantiradigan nuqtai nazar o'ttirib qo'yilmadi. Endi bu inson huquqlarining kuzatish tashkilotining chiqargan yakunida insoniyatga qarshi jinoyat bo'ladi deb ko'ramiz, lekin bu genoside'ga qo'limizda bu maqsad intention deymiz, intentni isbotlaydigan yetarlik ma'lumot yo'q. Shuning uchun agar shundaq ma'lumot chiqqan chog'da bu reportninki mazmuni o'zgardi degan narsani o'tirib qo'ygan. Bu yerdami inson huquqlari kuzatish tashkilotining chiqargan reportidami bu darvozani taqayotgan narsa yo'q. Lekin Jeffrey Nice'ning chiqargan bu yakunida bu intent, bu maqsadga, niyat masalasiga nihoyatda yaxshi ro'shan ifoda berildi. Endi bu jinoiy qilmishda ikki narsaga qarildi. Birinchidan actus rea deymiz. Bu harakat, qilmish, latincha so'z. Undan keyin yana birisi mens rea, bu maqsad, bu latincha so'z. Bu ikkisi birlashgan chog'da bu jinoiy qilmishga oqilona yakun chiqarildi degan mushtaq bir qonuniy o'lcham bor. Endi biz necha vaqtdan beri Xitoyning qilmishini ko'ryapmiz. 5 yilning yog'i endi shu Chenchuango amalga qo'yilganini tartib hisoblasa, hozir 5 yildan beri bu nimaninki bu Uyg'urlar kelyapti duch kelgan bu masala zodi shu qilmish jihatdan shubhasiz bir holatni ko'ryapmiz. Ama niyat meselesine, bu maqsad, niyat maqsad meselesida jinoyat o'tkazilayotgan vaqtida hech qanday odam kamerani ko'tarib ekilib, men buni bunda qiynatdim, anda qiynatdim, buni sen dokumentlashtirgin, her bir lagerning qishda ko'ydirish uyi bor, uni rekord qilgin, bosmishni arxivlashtirib qo'ygin degan aşılmaydı. Şuna bu bazı bilarman insonlar, hatta kam aql insonlar bu intent, niyat mevcut bulmağın üçün, bu kollektif ötürüş bulmağın üçün bunu genocide desi bulmaydı degen şundaq çigit çaqıdgan münazirni oturup koyup kelayotgan. Jeffrey Nice'dan bu qonunca chiqqan yekunida agar bir millatning nüfusining o'sishini mushundaq tez surat bilan cheklangan bo'lsa, 1 millionga yaqin yosh o'smirlarni ota-onasidan ayirib, ularning kallasini yuyish, ularni boshqadan insoniy reengineering, boshqadan bir qurilma qurib chiqish, boshqa bir insonga aylantirish harakat qilayotgan bo'lsa, buningki niyatidan yakun chiqarish tez emas. Shuning uchun bu yerda bu niyat to'g'risidagi narsani ko'p talash tortishning hojati yo'q deydi, deb yakun chiqadi. Shunga bu jihatda bu qonuniy mantiqiy jihatdagi yakunini faqat salchoqlaydigan yakun emas. Ham yig'ib ketgan chog'da şu genoside'ga berilgan ta'biri, çünkü bir yerda qonun o'zgartsak, o'zgarish kerak, mushuni genocide deyish uchun deb ta'bir qilayotganlar bo'lgan necha vaqtdan beri. Bu genocide kelishimini o'zgartgan bo'lmaydi. Bir davlatning yo bir qonunchining tashabbusi bilan. Lekin shu mavjud qonunni mavjud faktga qanday ishiltish, qaysi jihatdan qanday tushuntirishda bu Jeffrey Nice'ninki bunun chiqargan yakuni inglizcha brilliant deymiz. Bu nihoyatda hem aqlana, hem kanun asası, hem reallıqni ko'z tutgan yakun bo'ldi. Endi bundan keyin qanday bo'lish kerak degan masalaga kelsak, bu hem domestik, davlat ichidagi qonun sistemidan foydalanish kerak va xalqaroda Uyg'urlarga maxsus Rugandaga ishilgandek, Yugoslaviyada ishilgandek maxsus bir sot kollegisini barpo qilish kerak. Bo'lmasa bu dünyada yana muşuna o'xshash genocide davom qiladi. Chunki hozir bu davom qilayotgan genocide'ninki Amerikaning davlatining qonuni bor. Genocide Prevention Act degan Amerikada shu genocide'ga qanday pozitsiya tutish, qanday tekshirish, qanday jazosini berishda bu Genocide Convention'dan boshqa yana o'zining yerli qonuni bor. Shu yerda Amerikaning yerli qonuni va Dr. Erkin Akram ta'kidlagan Uyg'ur inson huquqlari qonunininki
Kanun icra qilish nimasi moddasi bo'yicha Amerika hukumatininki yerlik sot mahkamalari, Amerikada tijorat qilayotgan Xitoyning shirkatlari, Xitoyning shirkatlariga yordam berayotgan Amerika shirkatlari, Amerikadan Xitoyning tijoriy gavdasiga, shirkatlarga mablag' solayotgan Amerikaliklar, uning destekçilerini tekshirish kerak. Çünkü bu genocide degan bir davlatning besh o'tlagan rahbarini tekshirishdan tutmaydi. Uning jasorat berayotgan, uningga moliya jihatdan turtayotgan nurg'un shirkat va shaxslar bor. Bularni tekshirish kerak. Chunki Amerikada hozir mushtaq qonun mavjud. Amerikadagi o'tgan 6-17-si kuchga bo'lgan Uyg'ur inson huquqlari siyosiy qonuniningki maxsus moddasi bor. Law enforcement, shu qonun ijro qilish. Uningda Amerika vatandoshi bo'lgan Uyg'urlar Amerikada mangulik yashash imtiyoziga erishgan yeşil karta Uyg'urlarning bexatarligi va rahat farohatini tekshirib qo'g'dash kerak degan moddasi bor. Bu ijro bo'lmadi. Bu ijro bo'lishi kerak. Ana xalqarada doktor Erkin Akram degandek bu bir ayrim bir qonun qo'ldagiz qurilishi kerak. Bu dunyo jamoatchiligini endi bahona ko'rsatgan hech qanday amal qilmadi deb o'ylayman. Agar endi bahona ko'rsatsa, bu faqat vijdonsizlikdan, hamoqatlikdan va yolg'onchilikdan boshqa narsa emas deb ko'raman. Erkin olim, sot hukm chiqqandan keyin yoki sot boshlang'idan tortib davomlashish, oxirlashish bo'lgan mush jarayonning hammasida Xitoy hukumati sot kollegiyasini izchil hujum xarakterli bir qarlab keldi, hujum qilib keldi. Bundan keyin Xitoyning inkosi qanday qilish mumkin sizcha? Bence Xitoy bu sel qargandek yoki uni küçük ko'rib, ajnaq past ko'rib tutmoqda. Aslında ichida unda o'ylamaydi deb o'ylayman. Çünkü xalqarada onunki nomi, obrazi buzilgandan keyin uni tuzash bir avlod bilan tuzatgili bo'lmaydi ba'zi xatonchi. Shu avlod aran tuzalaydi. Ondan keyin bu Xitoy hukumatining qilmishligi bilan birlikda Xitoy xalqimi shu irqiy qirg'inchilik qilgan davlat deb, davlatning xalqi deb ajnaq ko'rgan ahvol bo'lib qoldi bu xalqarada bundan keyin. Bunun Xitoy uchun nihoyatda qiyin bir ahvol, ama hech birinin bo'lmagandek qilyotdi. O herhalde özüne bir yüşürüş meselesi var. Xitoyninki siyasi medeniyetinde bahanesici. İçimdekini hiçbir zaman sıdqa ko'rsatma deydigan. Külmek istesen, yığlaysa, yığılmak istesen külse deydigan. Aslında felsefeleri var bu. Konuzuda mı var, sunuzu uruş sanatında mı var? Cidden getdik bunu. İkincisi bu Xitoy xalqaro qonunlarninki bazı maddelerine ve bazı kanunlarga qo'l qo'ymay, qichib, ashuna turgan ahvol bor. Shuningga bunda ma'ni ishindi. Men xalqaroning nurg'un shunda qonunlarga nima imzo qilmag'achqa veya ba'zi moddalarga men imzo qilmag'achqa meni javobgar qilib tutamaydi meni deydi. Gunohkor qilib tutamaydi deb o'ylaydi. Üçüncüsü Xitoyninki siyosiy an'anasida bu kanuni degan ang taraqqiy qilgan emas. Chunki Xitoyninki siyosiy an'anasida sap shu ko'ngilninki li deydigan bir tuqum bor. Uningki nurg'un ma'no ichiga kirdi. Qoida, usul, qonun, axloq, moralist degan bir tuqum bor va moral. Shular kirdi hamda. Shuningga shu qoidaga qarab ish qilishgan ve kaydığı xilaf kısa yaman buldu diyeceğe ama G'arb devletlerindeki kanun eni güçlenmegen. Şu güçlenmegeçke xalqarada bunda bir sotda bir karar çıkarsa aşınınki ehmiyetini düşünüp gitemeydi en aciz bu başka. Hem de Xitoyninki siyasetdeki qarasak misalga Xitoyning kanunları Komünist Parti'ni caylaydıgan da bir madde yok. Hatta Komünist Parti kanunun üstüde. Yani misalga halk meclisi mi? Halk yığını kurultay ya. Halk kurultay misalga. Deydi Xitoyning en yüksek yani güç, en yüksek güçke ilge deydi. Ama yine de yani bir gap var. Xitoy Komünist Parti'ninki yetekçiliğinde. O zaman çünkü kanun yok diyen gibi.
Şununla bunda xalqarada bu bo'layotganlarga tushunib yetmedi. Şununla ağzı kelganini jo'ylayotidu desak bo'ldi. Yani bir cidden o Uygurlarını tırlap, gajlap, bular terörist deb betnam çaplap bir tarafta o kanunun ehmiyetini üzüyce yani üzünün düşüncesi bile onu suslaştırış, acizlaştırış degandek kılıvadı. Ama ertesi gün Nuri Efendim degandek bunun dinkinki baskuş, hem de ma iniklaş çıktı o. Bunun dinkinki baskuş, Ruanda için, Yugoslavya için alayda sot içilip ve alayda kanun çıkargandek uygulama yaki uygulama bulmasına başkalarına birlikte Uygur sotu diyen ne çıkarıp ve şundakla onun kanununu çıkarışka tırış lazım. Bu vakti de anan Xitay körden ki de oylayman. Nur efendim sizden bir soru sorsam bu hazır hem siz tekliken hem Erkin Malan tekliken bu. Bizim bu sotun çıkan kararımızı halkaradaki kanunu organlarını hareketlendiriş ihtimali kançılık sizce? Bir şey yıkış ihtimali. Bu sotninki bu yekününün, judgment'ның enforceability, icraiyet gücü bulmaydı. Bana benim tekletimiz. Lekin kanuni cihetki ve siyasi cihetki yetekçilik gücü, yetekçilik gücü ve Türklük gücüne ait güçlük. No excuse deyimiz, bunun için de bahaneler az oldu hükümetlerge. Bu sot mahkemesinin yana bir kayıtını tekrarlasam, 152 devlet eğer tegishlik özününki kelishim mecburiyetini ada qılalgan bolsa, bu sot mahkemesi kurulmaydı deb Sir Jeffrey Nice bunu tekrar qeyd qılatıdı, bunu tekrarla. Bunda degini hükümetlerini sen işini kılamsa, qılmamsa. Undaq bo'lmasa, bundaq imzolar qo'yganning bu xalqaro qonunni qog'oz ustidagi harf qilib qo'yganingki ahamiyati nima? Sen mushundaq imzo qo'yib, o'zingni xalqaro qonunni himoya qildigan, ijro qildigan Turkiya deb ko'rsatib qo'yib, bunda davom qilsang, yana kimlar bunning qurboni bo'ladi degan mavqani o'tirib qo'ydi. Mushu 2011 yildan e'tiboran bugun qadar mesela qaraydigan bo'lsak, bu Genocide Convention'ninki qanchalik bir keraksiz, ahamiyatsiz narsaga aylanib qolganligini ko'ra olamiz. Masalan, 2012-13 Yazidilar qarshi bu qirg'inchilik bo'ldi, genocide bo'ldi. Ondan keyin bu Myanmar'daki, Burma'daki Rohingyalarning qirg'inchiligining dunyo xabar topdi. Onunğa inkaz qaytarilmadi. Eng cho'ng qaytarilgan inkaz şu Gambiya'nınki teşvikide Aung San Suu Kyi qatarlıqların sotqa tartiş oldu. Yani onun bir tegishlik neticesi bu o genoside'ni hozir davom qilyapti. Endi Uyg'ur genocide desek bu genocide hozir 5 yilni davom qilyapti. Endi bu qonunlarni tuzib qo'yib, ondan keyin bu davlatlarning ichida nihoyat chiroyli qonun tuzumlarini barpo qilib qo'yib, ijro qilmasa, İngilizce'de bir söz var, dead letter deydigan, ölük rakam aylandırıp qalgan bo'lgan ish chiqdi. Shunga bu sot mahkemesi bir hukumatga yoki bir xalqaro yoki davlat ishidagi sot mahkemesiga ma'lum darajada yo'l tutish, pozitsiya tutish, harakat qilishga buyruq beranmisimi? Lekin bu turklik rolini sal chaqlig'in bo'lmaydi. Bu turklik roli Angliyadan başlanış mümkün. Çünkü ben Angliyanın parlamentdeki Uygur meselesiga ko'ngil bo'layotgan parlament a'zosining hammasi bilan birga ishlab kelyaptiman. Hammasi bilan munosabatim shunday yaxshi. Bular endi bu Angliyada ichadigan bu sud, Angliyada chiqqan bu qaror Angliyalik Sir Jeffrey Nice'ning yakuni bilan endi Boris Johnson hukumatiga besim qildi. Siz ko'rdingiz masalan bu Amerika hukumati 2022'deki bu qishliq olimpikni boykot qilganiga ergishib bilan Angliya bunga ovoz qo'shdi. Bu xalqaroniki vaziyati mushundaq bir yetakchi kuch bo'ldi va o'zining davlat ichidami bunga besim qilgan kuch bo'ldi. Endi bundan keyin bu Angliya parlamentining bo'libmi bu hukumatga qattiq pozitsiya tutadigan, tadbirlarni qo'llanadigan, embargo tuzadigan ve Amerika ve Amerika'nın ittifaqdaş, tarihi, enenvi ittifaqdaşlarla birlikte
o'zininki bu kelishim majburiyatini ado qilishga haydakchilik qiladigan mushtaq bir rol bo'ldi deb ishonaman. Erkin muallim, dava bilan shug'ullanayotgan shaxslarimiz va organlarimiz va mutaxassislarimiz va tashkilotlarimiz va siz shu sotning natijasiga asosan shu davoda shug'ullanayotgan nimalarni tavsiya qilasiz? Buningki qanday qilsa texim yaxshi yo'lda mangan bo'ldi? Ben biraz dep öttüm. Misalga Xalqaro Jinoyat soti va undan keyin Xalqaro Adalet Divanı mahkemesi var. Bularga müracaat qildigan bir yo'l ichildi. Ma qarar bilan. Ondan keyin ben yana dedik, ma bu yine şu Boris Johnson'nki misalını birayli buldu. Ajında bisim kelgan chaqda, şu meclisden bisim kelgan chaqda dedi. Biz sotning qarori bo'lmay turib, men diyemayman. Endi sotda qarar chiqdi, endi deysanda endi. Yani siyosiyonlarga shuni tanıdığan ve kongrede şunu texmi taqlid qilib, buni kuchlantirgan bir yo'lni ichildi. Bu yalg'izla bu şekilde emas, misalga ba'zi qonunlar bor. O qonun maddelerine müracaat qilib bo'ldi. Misalga ben bir iki misalını birey. Buradaki kararnamada insaniyetke karşı cinayet işlendi degan karar mı çıktı? İki karar çıktı. Aslında bu insaniyetke karşı cinayet o 2. Dünya Uğruşu'nda meyli Nuremberg'da olsun, meyli Tokyo'da olsun bu sotta aşınıngı tayinip sotladılar. Ve şu vakti da çıkargan yani Avrupa Xalqaro Harbiy Mahkemesi kilişimini kanununu çıkardı. O kanuna qarab ve bu kanunda mı insaniyetke karşı cinayet işledi de nemislerini ve Japon askerlerini, ofislerlerini sotlagan. Ondan kim şu yani insaniyetke karşı cinayette Yugoslavya yani takip etken Yugoslavya için mi çıkargan, Ruanda için mi çıkargan? Ama hem bu kanunlarda, bu gelişimlerde insaniyetke karşı cinayetini tılgı ilip ve madde koyusuma ama şu 1998'de Roma gelişimi yani Xalqaro cinayet işleri Roma gelişim bile texmi bir naq bir ifade qilib başladı değil mi? Misalga şu Roma gelişiminin 7. maddesiga qaraydigan bo'lsak, qandaq nimalar jazo berildi, sotlanadi. Misal birincisi deydi suikast, ikincisi öldürüp tüketiş, üçüncüsü malay qilish, dördüncüsü chegaradan qo'g'lab chiqarish veya başka yerga yo'tkash nüfusun için. Ondan keyin bu beşincisi xalqarodagi şu kanunlarga esas prensiplerge karşı çıkışı ve şundaqla malum bir seviyede, malum bir iğirlikte ulağa bir zoravanlık işletkenligi ne davat ediyor bu mu? Onun ki işkence deyimiz, onun ki tecavüz deyimiz, muşular hemmisi muşu cinayetke kırdı ama 8. maddeye qaraydigan bo'lsak, yani siyasi sebep, ırkı sebep, millet sebep ve şundaqla medeniyet, dini ve cinsiyet sebebinden töpeyli bulağa yani bu gruplara ilip bağan bir xil bisim siyaseti ve kısmen ve bütünü bile yani kolektif bile bulağa zoravanlık kılgan, bulağını ezgen ve şundaq qilib bu işligen cinayetlerini hemsini muşnun sanaydı. Aslında dep kelgan cinayetler hemisi Şarkı Türkistan'da onunki karşılığını tapılı buldu. Yani şundaqla bu 9. maddede mecburi insanlarını jütürütiş tercüme kılımız mı? Yani insanı yoktu iş. 10. bolsa bu ırkı kemsitiş ve ırkı yalgızlaştırış yani karantinaga iliş degendek. 11. madde bolsa şu halkıga çoğun kölemde şu kıyınçılıklarını yaratış. Şu maddeye düşkenler hemmisi şu insaniyetke karşı cinayet buludu ve
Roma kelişimininki nimesiga qarab, jazo nomiga qarab uni jazo qilib bo'ldi. Ya'ni demakchi bo'lganim, hozir Londondagi sotimdan chiqqan bu qaror Mao Roma kelishim degan bu qonunga murojaat qilib bo'ldi. Yani yalnızla ya o emas madan qilmoqda. Ama Xitoydaydi bu Roma kelishimininki şu insoniyatga qarshi jinoyat degan hukm aniq bo'lmag'achqa biz u matniga qo'l qo'ymaymiz deydi va qo'ymadi. Hozirgacha shu 2019gacha 100 necha davlat unga imzo qildi. Misalga yana bir qonun var bu kanun aslında şu Yugoslavya'nın takılgan vaxtlarda bu yerde işlengen soykırım meseleler var. Irkı kırgıncılık meseleleri. Qoğdap qilishning ki mesuliyeti deydigan bu hukm. Yani R2P deb kısaltıp başına deydi. Misalga muşuningdama şu insoniyatga qarshi jinoyat degan bir maddasi bo'ladi. Esasen şu insanlıkla karşı 4 çoğun cinayet. Birisi hazırda devatkan ırkı kırgıncılık. İkincisi uruş ahvalda uruş cinayeti. Ondan kim bu etnik yoktur. Dördüncüsü insaniyetke karşı cinayet. Şu 4 esas cinayetine işlengen takdirde başka devletler şu cinayetini işleyen devletke müdahale kılıb oldu dedi. Buna 2005'ten itibaren bunu nurgun devletler bunu kabul kılışka başlayan ve buna şu devletler liderlerinin ki kabul kılgan dokumentte isim verdi. Bu aslında yanaşında bir halkara kanunlarının ki bir hilemdi. Demek ki bu eğer de şu hazırki London'daki Uygur sotundan çıkan karar bile ben misal beğenmeyen ve ben bilmeydiğim nurgun kanun maddelerine müracaat kılıb oldu. Şu kılış bile nurgun işlerini kılıb oldu. Bunun denkin kıldığan cık işler var. Nuri Efendime dedi Uygur insan hakları kanununu nurgununu biz talep kılıp icra kılzamayapmiz. Bazı nersini biz talep kılış lazım. Bazılarını özleri kılıdı misalga 6 ayda bir yoki yılda bir Türkistan'daki bu zulüm hakkında özleri dokular çıkardı hem de bu istihbarat teşkilatından. Ama onundan sırt bazı bizge belgen hakkını biz talep kılıp biz aşı hükümetke kongrede tırışış lazım. Şununla okşaydıgan bazı tırışçanlıkını başka devletlerde mi kılış lazım? Şununla bunun kim şu çıkan kararname bile kıldıgan kür mın iş vardı. Bir yerde sanat tügettiği olmadı. Yani kanun madde bile, kanun kararı bile kanunga müracaat kılıp o davanı tekimi güçlendiriş, tesir dairesini kengaytiş degan nurgun işler var. Kıymetli mimarlar programımızın ahırıga kelip kaldık. Çıktığınlarda ortak bir sual sorsam, ta'kidlab qo'yish tegishli yoki tavsiya qilish tegishli nuqtalar bo'lsa, o'rtoqlashgan bo'lsanglar. Benimki ta'kidlaydiganim bizning Uyg'ur xalqi şu genocide atalg'usiga uzunda bir nihoyatda diqqat qilib kelyotidi va e'tibor berib kelyotidi. E'tibor berishi, diqqat qilish to'g'ri. Lekin bu insoniyat qarshi jinoyat nuqtai nazarini uni chiqargan yakunni e'tiborsiz qarash menimcha to'g'ri emas. Ko'pincha vaqtlarda shu ijtimoiy munosabatlarda bo'lsin, nihoyatda jiddiy suhbatlarda bo'lsin yoki Uyg'urlarning konferensida shu genocide kelimasi jiqroq ig'izga ilinadi. Hatta burun madaniy qirg'inchilik degan shikoyatlar bo'lganini angladik. Lekin unda madaniyat qirg'inchiligi degan bir qonuniy kelimi yo'q. Ya genocide deymiz, ya uni demaymiz. Lekin o'z vaqtida Uyg'urlar shu
xalqaro jamoatchiligininki himoyasiga erishib biror davlatni shuni e'tirof qilsa ekan deyotgan vaqtida buni asta singdirish uchun ba'zi mutaxassislar masalan George Washington Universitetining professor Sean Roberts deymiz yana boshqalari madaniy qirg'inchilik deb atab baktı. Ondan keyin Adrian Zenz buni Noposga bog'lab so'zlab baktı. Şunun endi bular bu to'g'ri bir kelim emas. Bu genocide degan so'zga sifat kelimasi ishlamaydi. Ya genocide deymiz ya demaymiz. Endi mishada men bu Uyg'ur xalqiga shuni eskartib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. 2001-yildan desak masalan hisoblasak, shu sentabr voqeasidan keyingi Xitoy siyosatida Uyg'urlarga insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazib kelyotdi deb ko'raman. Men bir o'quvchi, qonun advokat bo'lishim bilan. Bunday bo'lishining sababi bu Rome Statute'ninki shu bergan ta'birga asosan qaraydigan bo'lsak, Uyg'urlar shu 20 yilda, uning oldidagini ta'liq qilishga boshqa nima ketadi? Men o'zim xizmat qilib shu Uyg'urlar xizmat qilayotgan shu 20 yil davrini eslab o'tsak, buning bir yakun chiqarsak, 20 yildan yoq Uyg'urlarga crimes against humanity, shu insoniyatga qarshi jinoyat bo'lyapti deb ko'rmayman. Bunday bo'lishining sababi birinchidan, masalan, Xitoyda bir mezgilda Jodi Chungfa deb naq maydonda itib o'tirgan bir imtiyoz berildi. Traffic police. Ko'chada qizil chiroqdan o'tmaganni to'sadigan soqchilarning hatto Avstraliyadagi Uyg'ur mutaxassisi David Brophy'ninki so'zlagan so'ziga asoslanganda ba'zi shu otoparkda ishlaydiganlarga tapancha berilib, qarshilik qiladiganlarni o'ttirdigan shunday bir siyosat qo'llangan. Ondan keyin Uyg'urlarni qulluq qilish masalasi. Shu crimes against humanity'ning ta'birida asosli o'rin olgan biriga. Uyg'urlarni qulluq qilishi bu yaqin yog'i og'izga ilinayotgan bir masala bo'lsa-mu, buningki ijroiyatga qaraydigan bo'lsak, buningki az deganda 5-6 ta 50-60 yillik tarix bor bir narsa. Uyg'ur vatanida yashab baqqan xabar insonlar biladi, bizda aşağı degan bir kelim bor, aşağı degan shu emgak. Ondan keyin bu Dunyo sog'liq tashkiloti Xitoy qabul qilingandan keyin bu Xitoyninki shu dengiz qirg'og'idagi cho'ng shaharlarning hammasida yuqorida Xinjiangdan tortib Guangzhougacha araliqda nurg'un g'arb ellarininki fabrikalar silindi. Bu fabrikada Uyg'urlarni qulluq qilish allabirun boshlanib bo'lgan. Masalan, 2009-yili 6-oydagi Shogun voqeasi shuning tipik misolining biri. Men doktorlik o'qiyotgan vaqtida qonun fanlari bo'yicha Amerikadagi bir shirkatning Shandong o'lkasidagi oyoq kiyim yasaydigan fabrikasida emgak o'lchimining ingliz nusxasini tarjim qildig'ini menga tayyorlatib kelgan. Bizning bu da'vatgan voqea 2002-yilda bo'lgan masala. Yani bunun qaraydigan bo'lsak, Uyg'urlarni qulluq qilish masalasi, garchi hozir bu dunyo jamoatchiligining g'ulg'uli qo'zg'aydigan, rahatsız qiladigan masala bo'lsin, buni davom qilayotganiga bir 20 yil bo'ldi deb o'ylayman, oz deganda. Undan keyin bu deportation, forcible transfer of population, deportation. Bu shu 90-yillarning o'ttirdan boshlab Uyg'urlarni u yerdan tutib ketadigan, bu yerdan tutib ketadigan, u deport qiladigan. Ondan keyin Uyg'urlarni noposini Negoban deb ishkirda o'qitimiz deb kichik bolalarni aldab ota-onalar deyilib ishkirlarga maktablarga berib o'tadigan masalan bizning Mehrigul Tursun shuning qurbonining biri. Shu Xitoychini shunday yaxshi so'zlaydi, Guangzhoudan bo'lgan. Ondan keyin bu qalamqon tutadigan, solib o'tadigan, hukumatga siyosiy e'tiroz bildirgan bir norozimanlik ko'z qarashlarni apirib bu terörist, bölgünçi, uçi, buçi deb yo'qotadigan masalalar. Ondan keyin bu hozir bu kamp şahitlarning og'zidan bu jinsiy jismoniy zo'rliq zo'mbuliqlarningki isbotlarini anglatamiz. Bu Uyg'ur erkaklariningki jinsiy organiga qiltiqadigan, Uyg'ur ayollarininki nozik yerlariga qiziq to'mir yoqadigan, bu turmalarning ichida buning bosqinchilik qildiradigan ishlar davom qilayotgan yomon uzun bo'lib ketgan bir masala bu. Ondan keyin bu yutib ketish masalasi. Biz hozir bu yutib ketgan, o'zligidan yutib ketgan insonlarni hozir bu dunyo jamoatchiligida buningki so'riqi yezdirayotgan bilan bu vatanda 80-90-yilda bundan keyin yashab qolgan insonlar bo'lib shu 2001dan keyin yamanchiq bu yutib ketgan insonlar. Uyushib ketgan insonlar keyin ba'zilar bu organ
harvestingning qurboni bo'lib ketdi degan narsani dardida. Onun degan eng muhimi bu Rome Statute'ning ichida shu Uyg'urlarga inson qilipidan chiqqan muomalada bo'lish. Inhuman treatment deymiz, denigrating, dehumanizing. Bu millatni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatga ishtiqqan vaqtida birinchi yo'lab qildiganlik kollektiv o'chmanlikni shakllantirdi. Hozir Xitoyda Uyg'urlarga kollektiv o'chmanlik bor. Hatto Uyg'urlarni o'chkirdigan Uyg'urlarni o'tirib chiqadi. Kollektiv o'chmanlikni. Kollektiv o'chmanlik chiqqandan keyin insoniyat bu qimmatini yo'qotadigan bir harakatlarda tashviqotlar bo'ldi. Chunki Uyg'urlar bir o'z vaqtida madaniyat barpo qilgan, imperatorlik qurgan, dunyo madaniyatiga to'p qo'shgan bir millatdan hozir Xitoylar jirgindigan, qaloq, madaniyatsiz, tarbiyasiz, ma'rifsiz bir inson aylandi. Yani bu narsaning hammasi az deganda 20 yil taraqqiyot davom qilayotgan masala. Shunga bu genocide deb atig'ini to'g'ri qonun jihatdan, lekin insoniyat qarshi jinoyatning eng ozda 20 yil davom qilayotganligini Uyg'ur ko'rurmanlarni unutib qolmaslikni tashabbus qildim. Rahmat. Muallim sizningki taklif qilgan. Evvelme ben de dedim bu insaniyetke karşı cinayet nurgun şu kanunlarda bazı maddelerde şu hukum da ötüdür. Yani bu adli bir hukum emez. Yani 2. Dünya Uğraşı'nda uğraş cinayetçilerinin soplaştırma şu hukum da sopladı. Çünkü genosit diyen neyse o kim çıktı yani 48. yıldınki onunki kanun bulup çıktı. Ondan evvel şu insaniyetke karşı cinayet işledi de başlarına cezalandı. O tarafı kılıp ben misal verdim. Şununla bu da sotda her ikisini kabul kılışı aslında bizge tekimi keng dairede halkara kanunga müracaat kılalısın da aşında çıkargan dek durdu. Şununla aldığımızdaki yollar yaman keng içildi. Hem de Şer Türkistanlık olsun ya ki Şer Türkistanlık olmasın, bunun denki muşda kanunculara bek ihtiyacımız var. Bula hem de muşu kanun, muşu sottaki kararını nurgun kanunlara, bu yalnızla siyasi veya ki insani kanunlar emez, ticari bile münasebetlik, xavfsizlik bile münasebetlik kanunlarıma, eşeğime çetiştiriş lazım. Çetiştuğan sırı yol içildi, çetiştuğan sırı sahne içildi. Şununla bu Xitayga boğam isim ve Xitayını günahkar halıga ekiliş ve kelgüsünde muhabbet bir zamanda onu sokka apırış için hazırdan başlap evvel edigendek işlerini kılışıkka doğru keldi dep oylayman. Aziz ko'rmanlar, biz bugungi programmamizda Uyg'ur sotologiyasidan chiqqan qaror ustida atrofliq muhokama ilib bordik deb o'ylayman. Sizga qimmatligingizni ko'p rahmat. Men rahmat aytaman. Rahmat.